Oho, biznesmen bo'lib ketibdilarmi? Ya, bu gaping bilan nima demoqchisan? Yurishlaringiz boshqacha. Alimentni qachon berasiz? Keyin men nima qilibdi? Dalada bir oddiy suvchi bo'lsam, alimentini qaydan to'layman? Voy qayerga borsang boraver. O'zgarmaydigan inson o'zgarmas ekanda. Siz Yaxshiyam, mashinamni ko'rmadi. Shuncha aliment to'lagan ahmoqing bormi? Sizlar mashinaga borib turaveringlar, men hozir tushaman. Hop. Alo? Qizim, dadangizdan xabar olib kelingchi, qolib ketdilar-ya. Dadajon! Ya, mana qizimmi? Qizim! Ey Xudo, farzandim haqqini vaqtida bermaganim uchun Alloh meni shuncha yildan beri tirnoqqa zor qildi. Qo'rqib ketdingmi? Do'stlar, farzand haqqidan qo'rqing.